Beatrice bor. Chiroyli, lekin hidi yo'q. Beatrice. Kraya ажурный. Atirgullar bor ekan, 150 ming, 100 ming. Mana buni aytdingizmi? Ha, Beatrice. Beatrice? Aha. Atirgullar ham bor ekan. Mana buni qaranglar, qanaqa chiroyli, fioletoviy. Вообще chiroyli ekan rangi. Mana rozoviy. Zo'r. Atirgullar ham bor. Mana bu ham bor. Bu qanchadan stakan ekan? 15 ming stakan. Zelyonchik degan. Zelonchik alpiyskiy primola deyiladi. 500 zelonning, listopadning. Aha. Sovuq olmaydi. Qizlar, Alayski bozorida rosa vibrlar zo'rlari chiqibdi. Mana bu zlotani qaranglar. 50 ming ekan zlota. Men bundan olmoqchi edim, o'sha yashigi bilan sotib yuboribdilar mana. To'ylarni kelguncha. Mayli. Mana bu nima ekan? Zlaka deyiladi. Miskantus. Bu qanaqa quyoshda? Bu yarim soyada o'sadi. Ha, yarim soyada. Mana mamuzqa quyoshda o'sadi. Mana shunaqa bo'lib turadi. Qishda ham bargi mana shunaqa koreshnoviy bo'lib turadi. Xuddi qurib qolganga o'xshaydi ekan. Lekin yashil narsani yondaysiz, bu необычный bo'lib kompozitsiyada chiroyli chiqadi. Men o'zim uyda mana bunaqa ekib qo'yganman deb, buni sal shunaqa joylar bo'ladi, masalan, nima deydi, ekkaningizda sal soyaroq, nima deydi, ozgina bo'lsa ham o'sha yerga quyosh kamroq tushadigan joyga imamni oldinroq qo'ysangiz, juda ham zo'r ko'rinadi. Tasavvur qilyapman. Вообще zo'r turadi. Mana bu verbeniki ham вообще chiroyli narsa ekan. Bu anaqa medunitsa degan. Medunitsami? Bu soyada o'sadi, ko'p yillik. Bu men ham nimada ko'ruvdim, YouTube'da. YouTube'da ko'rgan edim. Bu qancha ekan? Mana bular medunitsalaringiz. Bular lekin salqin joy kerak, Salqin joy kerak. Bular 80 ming. Mana bular 100 mingdan bu badan. Rozoviy bo'lib ochiladi. Gatsinti. Ko'rgansiz gatsinti mana shunday bo'ladi, mana bundoq bo'lib. Chiroyli bo'ladi. Agar yo'llaring tushsa, kesalaring bo'lar ekan. Вообще zo'r narsalar bor ekan. Shoshilib qoldim o'zim ham. Bu nima ekan? Bu kaprifol. Bu qanaqa chirmashi? Chirmashi chiqadigan narsa. Bitta ekib qo'ysalaring ko'payib yotadi-da keyin. Zo'r chiqadi buni. Gulida, gulini. Sizni oldingizga hali yana kelaman menimcha. Narsangiz ko'p ekan. Bir chiqqanimda u yoqdagi bitta koreyankam, bilmayman, kazashkam o'tirgan ekan. Bu hech kim kam ekanda odam. O'z birinchi bo'lib chiqdi-da, bilmayman. Ha, men aytdimki, hali bor ekan vaqti deb chiqmay turgan edim bugun. Hech kuzgacha chiqmadi. Mana kelaverasizlar Alayski bozorida, Gul bozorini oxirlarida. Ismingiz? Farida. Farida opani oldiga kelsalaring, umuman antikvar narsalar ko'p ekan. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar, like bosinglar. Yana tez kunda ko'rishamiz. Ertaga hovliga borib bularni ekaman. Men bilan birga bo'linglar, omon bo'linglar.